Assalomu alaykum, bizning issiq uy kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun akva kotyolning haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Akva kotyollarimizni plus va minus taraflarini aytib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda plus taraflarini aytib o'tsak, akva kotyolimiz o'zi aslida vipskasi ishlab chiqarish joyi rossiyskiy Kiturami deb aytiladi bu. Kiturami vipska. Endi Rossiyada shunday ko'pincha uchraydi. Rossiyadan keladi, sababi ko'p narsasi. Kiturami o'zi asli kotyol, akva emas hech qachon. Akva brendi ostida keladi o'zimizga. Xo'p. Bunda texnik bezopasliklari bo'yicha yer qimirlashda, keyin gaz hidi chiqishi, suv toshqin shunaqangi muammolarida, keyin katatok kelib stabilizatorlardan o'tib kelgan taqdirda platani urib tok birlariga kuydirmaydi. Xo'p. O'sha taraflama juda kuchli ishlatilgan. Masalan, Airfel yoki boshqa kotyollarda unday funksiya yo'q, mavjud emas. Sababi yer qimirlash yoki gaz hidi chiqishi yoki masalan nima deydi, suv toshqini yoki boshqa narsada kotyol ichidan toshadigan bo'lsa, unday funksiyalar yo'q-ku, o'zini o'zi o'chiradigan. Unday funksiyalar kamdan kam kotyollarda mavjud, lekin bu kotyollarimiz juda ko'p. Shunaqa funksiyasi juda mukammal ishlangan. Xo'p, keyingisi nima desam bo'ladi? O'zini mana pulti bor. Masalan, sim uzunligi hisobiga yotoqxonangizga o'rnatsangiz bo'ladi yoki o'zingizga qulayroq joyga o'rnatib uzoq masofadan boshqarsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin vaqtga qo'yib qo'ysangiz, soatlikka qo'yib qo'ysangiz ham ishlaydi. Boshqa kotyollarda unda funksiyasi kam. Shuning uchun. Xo'p, keyin bu kotyollarimizda minus taraflari qanday bo'lishi mumkin? Minus taraflari bitta narsa bo'ladi. Mana agar kotyolni ochib ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana 4 ta samarez bo'ladi, yuqorida 2 ta, pastda 2 ta samarez bo'ladi. O'shani yechib ochib ko'rsatamiz. Endi o'zlaringiz ochib ko'rib tekshirib bir xil paytda o'zingiz profilaktika qilishingiz mumkin. Oddiygina narsalarni o'rgatib ketamiz. Xo'p, buni minus taraflari. Birinchi navbatda rashetni bak. Rashetni bak nima uchun minus tarafi ko'proq bo'lishi mumkin? Sababi bunda ham rashetni bak funksiyasini bajaradi va tiploobmennik funksiyasini ham bajaradi. Ikki konturga funksiyaga bajarishi moslashtirilgan. Shuning hisobiga ko'proq bizda ketib qoladi. Sababi bizda Surxondaryo viloyati bo'yicha Termiz shaharida biz rashetni suvimiz ozgina sho'rligi sababiga rashetni baklar tez chirib jo'naydi bizda. Tez chirish jarayoni tezlashadi bizda. Xo'p, keyingisi minus taraflardan biri bu sirkulyatsion nasos. Bu sirkulyatsion nasosimiz nima uchun tez ketadi? Sababi katta tok kuchlanishga bes stabilizator bo'lganligi uchun. Keyingisi o'rtada vtulka degan narsasi bor. Kotyollarda shumni ishlaydi, g'ururlagan ovoz chiqaradi. O'shani hisobiga vtulkasi tez ketib qoladi. Vtulkani ketishini hisobiga, tok напряжениyaning o'ynashini hisobiga nasos tez kuyadi. Birinchi, ikkinchisi. Xo'p, keyingi masalasi mana bu yerda past gazga yonish qiyin. Past gazlarga yonish qiyin bo'ladi. Keyin bu yerda datchiklarimiz bor. Podacha обратный datchik, endi 24S datchik yoki NDS datchik, shunday datchiklar deyiladi bular. Bular mana shu joylarga tuz nakib yig'ilishini hisobiga ko'proq kodashibga berib qolishi mumkin. Xo'p, keyingisi minus taraflardan biri sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, platani ko'p kishi aytishi mumkin, mana shu regrovka joylari, zavodskiy nastroykasi 1.4.2.2 bo'ladi. O'sha joylarni ko'p kishi burib qo'yadi. Shuning hisobiga ventilyator juda baland va past ishlab qolishi mumkin. Xo'p, keyingisi plus taraflarini endi qisqacha aytib o'taylik, endi sistema ishlashlari bo'yicha. Plus tarafi nima bo'lishi mumkin? Buni sistemasi shunday mukammal ishlatilganki, qarang, plastmasdan polniy tiploobmennik suv aylanish sistemalari plastmasli. Endi radiatorni aytadi, tiploobmennik aytmasak, suv tiqilish muammosi bunda juda kam uchraydi. Suv tiqilish muammosi juda kam uchraydi bunda. Bunda chistka talab pashti bo'lmaydi. Chistka talab degan narsa bunda juda qiyin masala. Xo'p, keyin buni masalan o'zimizda ko'p shunaqangi savol-javoblar bo'lgan. Kotyolni podключенияsi masalasi bo'yicha ko'p kishi o'zimizni ustoz chaqirmasdan birinchi o'zlari podключение qilib ko'rishga harakat qilishadi.
Podключение qilsa bo'ladi. Samostoятельно o'zingiz qilishingiz mumkin. Qanday qilib? Shuni batafsil plyus minuslar bilan tanishtirib o'tdi. Yana sizlarni полностью daskanal podключение bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi qiladigan navbatdagi ishingiz kotelni oldiga keldingiz. Обязательно kelgandan keyin agar ayol kishi bo'lsa sal qiynaladi, lekin erkak kishi bo'lsa bajarsa bo'ladi. Uning uchun sложный joyi yo'q. Krishkasini ochasiz, to'rtta samorezni yechib krishkani ochasiz. Krishkani ochgandan keyin faqatgina kotel tokdan uzilgan holatdagina shu ishni qilish kerak. Tok qo'yilgan holatda bo'lsa, suv bosim aldaydi. Shu esda chiqaringiz. Xo'p, suv nabirat qilish kerak. Birinchi navbatda kotelda suv borligini yo'qligini yerda ko'rasiz. Mana shu joyda ko'k jumragi bor, kichkinagina. O'shani chap tarafga qaratib ochiladi. Faqat oxirigacha ochib yubormaslik kerak. Oxirigacha ochib yuborilsa, podpitka vintili chiqib keladi bu yoqqa qarab. O'shani suv urib yuborishi mumkin. Xo'p, ko'p kishida podachasida vintil qo'yilgan bo'ladi. Обязательно vintilni ochish kerak. Agar yopiq bo'lsa, ochish kerak bo'ladi. Bir xillarda bo'lmasligi mumkin. Xo'p. Keyin mana vintilni ochdingiz. Ochgandan keyin chap tarafga 4-5 rezva ochganingizdan keyin suv kirish jarayoni boshlanadi. O'sha paytda mana suvni qarang, bosimi ko'tariladi. Suv bosimi ko'tarilib boshlaydi mana. Suv bosimi ko'tarilib tam 0.5 bargacha keldi mana. Endi gapni isboti bilan ko'rsatib beramiz mana. 1 barga borish shart emas. Даже shunaqangi isbotlangan bularda 1 bargacha bormasa ham ishlaydi. Xo'p, keyin shuni vaqt suvchi bo'lishi mumkin. Tagidan podpitka vintilidan, rezervni klapanidan suv oqib qolishi mumkin mana. Shunaqangi holatda. Bunday holatda nima qilish mumkin? Xo'p, podpitka vintilni yopdingiz oxirigacha. Oxirigacha yopgandan keyin inakda mana shu joylar salgina bosib qo'yish joiz deyiladi. Mana shu joylarni salgina bosib qo'ysangiz, sallik joyi ozgina o'ynab qolishi mumkin bo'ladi. Bosdingiz, mana joyida to'xtadi. Mana. Xo'p, keyingi qiladigan ishingiz R95 ошибкani yo'qotish uchun bu qilinayotgan ishlar birinchi. Shu joyda nipil joyi bo'ladi. Endi hozir yopib qo'yilgan ekan. Buni ochamiz. Buni ochgandan keyin o'sha joyida mana qarang. Nipil joyi bor. Nipil joyiga oddiygina samarezmi yoki bir shundagina bir atverkacha bo'lsa ham bo'ladi. Shunday narsani olib, обязательно yonboshlariga latta qo'ying. Bo'lmasam platagacha yoki nasoskacha suv oqish mumkin. Shu yonboshlariga latta qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. O'sha joyini endi mana shu atverka yordamida bir bosish kerak to suv chiqqanicha. Mana shu joyga suv endi sal ko'rinmaydi mana. Hop. Suv chiqdi. Suv chiqdi, demak o'sha vozduk yo'q degani. Keyingi masalamiz. Hop. Suv yo'q degani yo'qoldi-da, o'sha suv muammosi yo'qoldi. Hop. Keyin o'sha nipilni olib, qaytarib yopib qo'yish kerak. Inakda yopib qo'ysangiz, yopmasangiz ham bo'ladi. Yopib qo'ysangiz bezopasnroq bo'ladi. Sababi suv toshmaydi. Keyin buni tokka tiqamiz. Kotelimizni tokka tiqqanimizdan keyin nastroykasini bosamiz. Knopkasini, hop, knopkani bosganimizdan keyin kotel pust berdi. Mana. O'sha joydan ortiqcha bosimni o'zi ham chiqarib yuboradi. Ortiqcha bosimni chiqarganidan keyin kotel hop. Oziqlarni haydaydi. Faqatgina 3 marta pust beradi kotel. 3 marta o'ziga o'zi pust beradi. O'chib yonib, o'chib yonib. Keyingi masalamiz qo'shishdan oldingi masalamiz. Pultiga keladigan bo'lsak, pultda shunday nastroyka bo'ladi. Pult mana qarangizlar. Bu yerda rejim bor. Bu hozir adna kontrga ishlagani uchun, bitta rejimda batareykani qizdirish uchun ishlayotganligi uchun bunda shunday funksiya bor. Agar mobilda mana 23:8 shu funksiyaga o'tib qolsangiz, kotel ishlamaydi. Bu yerda rejimni o'zgartirasiz. Bitta bosasiz.
23:45. 23:45 bu xona harorati va batareykani ishlash tartibidan ko'rsatib beradi. Xo'p. Agarda mobodo uy qizib ketib yoki soviydigan bo'lsa, batareykani kontrol qilmoqchi bo'lsangiz, uy haroratini mana batareykani bosasiz, margat qilgandan keyin mana yuqoriga ko'tarasiz. 60, 65, Главное 70-75 gacha qo'ying, undan ortig'iga qo'ymang. Sababi bizdagi polietilen turbalar nagruskani ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun 74, 75, 70 yaxshi gradus bo'ladi. Xo'p, keyin agar tushirmoqchi bo'lsangiz, minus qilasiz. Minusni bosasiz, minusga tushadi. Keyin shunaqa holat bo'ladi. Yana mana shu joyda 90 ga 24. O'sha holatlar bir xillari o'zgarib ketgan bo'ladi. Uni 90 ga 24 qilib qo'ysangiz juda yaxshi bo'ladi. Mana uni o'zgartirish uchun soat rasmini bosasiz, o'ynaydi mana. 24, 23, 24 ga qo'yasiz. Yana shu soat strelkasini birta bosasiz, 90 o'ynaydi. O'shani 85 emas 90 ni qaytarib qo'yasiz. Agar nastroykasi buzilgan bo'lsa. Keyin o'zgartirib, yana joyiga 24, 45 qo'yib qo'ying. Shundan keyin mana nastroykani bosganingizda xohlagan gradusga ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ishlash ishlamasligini olovda rasmidan bilasiz. Olovda rasmi chiqyapti. Xo'p, keyin yana bitta narsa mavzu bor. Shunaqa savollar ko'p bo'lgan. Katyolda juda shumli ovoz chiqadi deydi ishlatganimda deydi. Yangi bo'lsa ham juda ovoz baland bo'ladi deydi. Uni nima qilish kerak? Mana bunda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Sababi ko'p kishilarda shunaqangi holat bo'ladi. Bu yerda reduktor degan narsa bo'ladi. Gazli reduktor. Gazli reduktor qo'yilmaganligi sababli uni qo'lda o'zingiz pasaytirishingiz kerak bo'ladi. Gazni kuchi shu holatda bo'lishi kerak. Past ham emas, baland ham emas. Xo'p. Keyin ko'p holatlarda shunday narsa uchraydi. Aka deydi shunaqangi mavzularda bo'ladi deydi. Suvni to'ldirsak ham deydi. Datchigimiz 0 da bo'lsa ham ishlamayapti deydi. Yoki ishlayapti deydi. Uni datchigni to'g'rilash uchun shu joyda datchigning o'zini sxemasi bor. O'sha joyini tozalab olsangiz juda yaxshi bo'ladi. Nega tiqilib qoladi musor. Keyin zavodskiy nastroykasi mana 1, 4, 2 shu holatda bo'lsa, o'zini zavodskiy nastroykasi bo'ladi. Xo'p, shunaqangi holatlar, shunaqangi muammolarni o'zingiz bartaraf qilishga urinib ko'ring. Agar shundan keyin ham o'sha muammolar yo'qolmaydigan yoki shunaqangi xatoliklar ko'p uchraydigan bo'lsa, biz pastki silkamizni nomerlarni qoldirib o'tamiz. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Faqatgina Surxondaryo viloyati bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Yana sizni qanaqangidir qiziqtirgan savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yoki telefon nomerlarimizga telefon qilishingiz mumkin. Yana sizda qanaqa qiziqtirgan xatoliklar bor? 24 04 95 01 qanaqangi muammolar bo'lsa, agar shuni bir kommentariyamizga yozib yuborsangiz yoki murojaat qilsangiz, sizlarga batafsil tanishtirib o'tib ketamiz.